Ronalduga qarshi o'ynaymiz. Bu guruhda Kolumbiya ham bor. Qaysi ma'noda qur'ada bizning omadimiz unchalik ham kelmagandek tuyuladi. Assalomu alaykum. iFootball YouTube kanalida yana Rikoshet dasturi. Jahon chempionati 2026 turniriga qur'a tashlandi va guruhda bizni Portugaliya, Kolumbiya va endi play-offdan chiqadigan 3 ta terma jamoa bor. Mana shunday guruh bizni qabul qilib oldi desak bo'ladi. AQShda o'tadigan mundial biz uchun biroz, ya'ni o'z tarixda birinchi marotaba mundial yo'llanmasini qo'lga kiritdik va shunda ham qiyinroq raqiblar bilan to'qnash kelyapmiz. Braziliya va Marokash kabi terma jamoalar bilan ham o'ynashimiz mumkin edi. O'zi shunga juda ham yaqin keldik va shu qur'aning boshlanishida katta ehtimol bilan Braziliya va Marokash o'sha savat guruhi bor-ku, o'shanga tushadi deb o'ylayotgan edik, lekin undan qolishmaydigan guruhga bizni joylab qo'yishdi. Portugaliya bilan o'yin rostdan qiyin kechadigandek tuyulyapti. Portugaliya jahon chempionatining hozirgi favoritlar top 5ligida albatta Portugaliya nomi bor. U yerda Cristiano Ronaldo bor va Portugaliyaning bugungi tarkibi juda ham balanslashgan. Ya'ni himoyada ham o'sha Inacio olamizmi, Semedo, Cancelo va bir qancha uyg'unlik bor. Renato Vega oxirgi paytlarda ko'rinish beryapti. Oxirgi mana o'yinni ham ko'rdik-ku, Armaniston bilan o'yinda 9-1 hisobida yakunlandi va o'shanda biz Portugaliyaning haqiqiy kuchini ko'rdik. Armaniston bilan o'yinda haqiqiy kuchini ko'rmadik, ya'ni jamoa bog'lamlarda, mobil tizimda va bir futbolchilar bir-birini yaxshi tushunadigan bo'lsa, Portugaliyani to'xtatish biroz qiyinroq bo'ladi. Hujumni yaxshi bilasiz, Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, sanavi esa juda ham ko'p va bu yerda Francisco Trincao. Dars qil dedim. Hozir kuchli. Endi umuman olganda men Portugaliyani tahlil qilmoqchi emasman. O'zbekistonning raqibi Portugaliya, eng katta raqibi Portugaliya bo'lib turibdi guruhda va biz Portugaliyani yutishga harakat qilamiz. Nasib qilsa